To'lqin akani qilgan ishlarini ko'rsatib beramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab, respublika bo'yicha xullas Lubojoga borib ishlayveraman aka. Bir ko'rsataylik. Qilgan ishimga garantiya beraman deyapti. Hozir narx-navosini yoritib beramiz. Hammasini qilish kerak. Endi bu kafillarni teradigan ustolarimiz ham bor aka. Bor a. Agar sokilini ham o'zlaringiz qilib beringlar deyotgan bo'lsa, ustolarimiz bor aka. Nomerini beramiz, gaplashamiz. Ma'qul bo'lsa, sokilini ham, travertini ham qilib berib ketaveramiz. Butun respublika bo'yicha telefon qilaverasizlar. Muammo bo'lmaydi. Shunday boradi. Assalomu alaykum. Ruslan.uz kanalining aziz obunachilari, aziz YouTube tomoshabinlari, sizlar Ruslan.uz kanalini tomosha qilishni boshladingizlar. Ruslan.uz kanalida aziz do'stlar, ko'rib turganlaringizda, bilib turganlaringizda o'z obloshkasini ma'lum travertin narxlari bilan bugun mana Samarqandga To'lqin akamiz yoniga keldi. Yana bir bor assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Xudoga shukr. To'lqin akani qilgan ishlarini ko'rsatib beramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab, respublika bo'yicha xullas Lubojoga borib ishlayveraman aka. Bir ko'rsataylik. Qilgan ishimga garantiya beraman deyapti. Hozir narx-navosini yoritib beramiz. Videoni bir 2 soat cho'zib o'tirish maqsadimiz bo'lmaydi, to'g'ri? Yo'q, unaqa qilish kerak gaplarni aytamiz. Toza qiziqtirgan savollar bo'lsa, ekranga telefon nomerlar qoldiramiz. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilsalaringiz, usta bilan bog'lanasiz. Mahsulot hamma narsasi ichida deyapti. Xullas boshladik bo'lmasa. To'lqin aka, mana shunday boshlab ketaveradi. Ha, shunday aytib ketaveramiz, xudo xolasa. Hozir mana bu fasollarni tushuntirsangiz, qaysidir ko'pchilikka ma'lum bo'lib ketgan. Bu fasonimiz aka 3D palasa, 3D rombik fasonida bo'ldi. 3D rombikcha fasonida bo'lgan. Bu travertinimiz Dolasa 10 yil, 15 yil garantiya berganmiz aka. Bu pokeklarni o'zimiz yopishtirganmiz, tegalarni aka. Ko'rishingiz mumkin, hamma joyda tegalar bor. 3D fason xohladi, 3D fason qilib berdik. O'zlari qanaqa fason aytsa, o'shanga qarab. Shunday, bizda kataloglar bor aka. Qanaqa fason so'rasalar tashlab beramiz. Ko'radilar, agar ma'qul bo'lsa, o'sha xohlagan fason qilib beraveramiz aka. Bu uy egasi masalan 3D rombikcha 3D palasani xohladilar, shu ishni qilib berdik aka. Sizlar asosan shu travertin qilasiz. Mana buni kimdir aytadi, kafil hammasini qilish kerak. Endi bu kafillarni teradigan ustolarimiz ham bor aka. Bor a. Agar sokilini ham o'zlaringiz qilib beringlar deyotgan bo'lsa, ustolarimiz bor aka. Nomerini beramiz, gaplashamiz. Ma'qul bo'lsa, sokilini ham, travertini ham qilib berib ketaveramiz aka. Videoda boshidan aytdi, endi boya ham baribir ikkalamiz o'yin qildik. Endi videoga ham baribir ko'rib turgan aka-ukalarimizga aytib o'tasiz. Butun respublika bo'yicha xizmat faoliyatini olib borayotganingiz shu to'g'ri gap, to'g'rimi? 12 viloyat bo'ylab. Sizga nima olib berish kerak shunda? Bizga devori tayyor shkaturka bo'lsa bo'ldi. Loy suvoq bo'lsa ham bo'laveradi. Ustidan kafilnikilar tortiladi, kafilnikilar olib beradi. Bizga mana bu tegalarni olib berishadi bo'ldi. Qolgan hamma mahsulot o'zimizdan bo'ladi aka. Tegadan tashqari hamma tegadan boshqa hamma mahsulot o'zimizdan bo'ladi. Mana bu bunga ketadigan mahsulotlar hammasi o'zimizdan. Masalan, travertin nima kerak bo'lsa hammasi o'zimizdan aka. Buni kvadrati qanchadan qanchacha bo'ladi? Bularning kvadrati travertinlarimizni kvadrati $8 boshlanadi aka. 12-13 dollargacha bo'lyapti. Tanlaydigan fasonlarga qarab bo'laveradi aka. Bu fasonimiz $9 bo'lgan hozir. 1 slog travertin, 2 slog polirovka, 2 slog lak hammasi ichida bo'lgan aka. Bu $9. Bu $9 bo'lgan opsiya aka. Bu 3D'larchi? 3D'lar qancha? Hammasi ichida. $9. Hammasi ichida $9 bo'lgan. Bu pokey tegalarimiz отдельно bo'ladi faqat. Ichkaridan kirib ko'rsatilgan. Ichkaridan ko'rib bo'ladi aka. Bu $8 qanday variant bo'ladi bo'lmasa? Endi $8 ham endi обычный gulxoy variantlari bor. Bunaqa 3D fasonda bo'lmaydi. Masalan, oddiy palasa bo'lishi mumkin. Chiziqli, rangli, gulxoy bo'lishi mumkin. Tepalar bilan bo'ladi-ku, Ha, tepalari, yo'q, tepalari bo'lmaydi, yoqdan uyuch ekan. $8 fasonimiz mana aka, aylo g'ishcha turibdi. Endi uni ham video davomida ko'rsataveramiz. Shunaqa aka. Xullas, mana shu mahsulotlarni-chi, bunga garantiya berasiz? Bunga garantiya beraman aka. Qilgan ishimga hammasiga garantiya beramiz aka. 10 yil, 15 yil garantiya beramiz aka. Xullas, devordan nam chiqib turmasa bo'ldi, quruq bo'lsa. Ichki tomonlama nam bo'lmasa bo'ldi aka. Ichki tomonlama nam bo'lmasa, tashqi tomonlama xohlagancha nam ko'taradi aka. Xohlasa karcher bilan yuvsa ham bo'ladi, xohlagan ish bilan. Yaltillab turibdi. Mana shu laklanganda bu hozir. Shunday aka, 2 slog lak bo'lgan, 2 slog polirovka bo'lgan aka. Endi qilgan ish mana shu joyidan ko'rsatamiz. Qilgan ishlaringiz ko'p bo'lsa kerak baribir. Shunday ko'p aka, xudo xohlasa. Boshqacha fasonlarimiz ham bor, video davomida ko'rsatishimiz mumkin yana ham. Tegani ko'rsatamiz, $8. $8 ham shu yerda bor. Juda kelishtirib berasizmi yo bo'lgani endi shumi? Endi bizda $8dan sizdan bo'lsa kelishtirib berasizmi? Ko'rib turgan aka. Kelishamiz, tanlaydigan fasonlariga qarab kelishib ketaveramiz. Mana bu fasonimiz mana $8 bo'lgan bu. Mana shu holati.
Buni xohlasalar mana bu chiziqlarni boshqacha svet qilsak ham bo'ladi. Endi uning egasi shunaqa rang xohladi, shunaqa qilib berdik. Bular $8 bo'lgan. Yog'i $9 bo'lgan aka. Kimdir o'z nimasiga qarab, xohishiga qarab, Shunday bosib xohish istaklariga qarab bo'laveradi aka. Nima qiladi, bunday bo'lgan. Mana bu kalonalariga ham o'zimiz tagiga yopishtirib berganmiz aka. Mana bu ham po'kakdan chiqqan bular. Taroq varianti. Bularni ham o'zimiz polnesga yopishtirib qilib berganmiz aka. Mana zo'r chiqibdi. Xullas, mana shunday tiraverdilar Shunday. do'stlar. Xohlagan rangdan bor. Xohlagan Rangi svet farq qilmaydimi? yo'q, farqi yo'q. Xohlagan svetdan qilib beramiz. Xohlagan rangdan Shunday. qilib berishaveradi. Yana bormi ko'rsatayotgan joylar? Yana boshqa obyektlarimiz bor, ularni ham hozir xudo xohlasa ko'rsataveramiz aka. Borib ko'rsatamiz. Ma'lumotlar qolib ketgan bo'lsa, aziz do'stlar, qisqa qilib unda qilamiz. Ekranda qo'yilgan telefon nomerlari bekatga qo'yilmagan. Telefon qilib WhatsApp, Telegram bor. Hammasidan bor. Misol uchun kimdir uyga odam bo'lmasa, musofirga yuradi, endi kimdir Hop, uy hop. qurayotadi, o'sha yerga borib o'zlaringiz O'zimiz sharoit o'zimiz to'g'irlab olaveramiz. abit pulini bersa, Shunday aka. kelishib ketilaveradi. O'zimiz kelishib ketaveramiz. Nasib Yo'q, bo'lsa telefon problem qilaverasiz. bo'lmaydi. Musofirdan ko'rib turgan aka-ukalarimiz bo'lsa ham, men travertdan qilaman uyimda deb niyat qilavergan aka-ukalarimiz bo'lsa, To'lqin akamiz xizmatga Shunday. ketdik. Biz shu joyni ko'rsataylik yana. Aha. Ha, ustani izidan ketdi dedi ekan, shu joydan ustamizga yetamiz. Ikkinchi manzilda ko'rsatamiz. Ustani qilgan ish ko'p endi. Ko'rsatib yuraversa, kechgacha yuraveramiz. Ekranga telefon nomer qo'yib qo'yamiz, telefon qilib. Mana shu 748 yaqin olyapsan o'shanga bo'ldi. 748 Nexia 2 Legenda degan joydan usta ham borib, To'lqin usta bosaveradi. Nasib bo'lsa, aytib o'tdi, respublika bo'yicha xohlagan joydan telefon qilaverasizlar. Buni ham men Qashqadaryodan ham yo Surxondaryodan bular kelmaydi yotmaysizlar. Telefon qilasizlar, biroz gaplashasizlar. Savdosi pishgandan keyin telefon qilasiz, o'zi mashinasi bor, mahsulotini olib borib bosaveradi. Boraylik ham. Ikkinchi manga. Samarqandda qaysi qishlog'i yo qaysi mahallasi yerimiz lekin bilmaymiz. Lekin Samarqandga yurganimiz bilamiz, ha? Yulduzda, katta yulduzda. Mana ikkinchi joy tushgandan keyin ko'rsatsam, To'lqin aka. Bu boshqacha fason ekan, ha? Bu marmarino fasonida bo'lgan bu, aytganingizdek, shu Kattalar fason bor, tanlaganlar. shunday. Shunday. Bu jemchukli variant aka. Bu devorimizga masalan yaqinroq Keling, olib kelsangiz bo'ladi. Men o'zim ko'rsataman. O'zim ko'rsataman. Bu devorimiz jemchuk bo'lgan aka. Aha. 2 slok travertin bo'ladi, Mhm. 2 slok polirovka, 1 slok lak, 2 slok jemchuk bo'ladi bu aka. Juda chiroyli Ha, chiqibdi. Bu o'zimiz bunaqa trafali gullarimiz bor aka. Bu xohlagan fasonlarda qilib beraveramiz. Tashqari tomon skromniy, обычный bir-biriga o'xshash tursin deganiga unday anaqa qilmadik-da, ichkarisiga ko'rsak bo'ladi keyin. Buni narxi qanchadan chiqyapti? Bu $10 bo'lgan aka, 2 slok travertinligi uchun. 2 slok travertin hammasi divoyna ish Ha, bo'ladi. fasoni ham salimini qiyinroqmi deyman. Buni fasoni, Qarang, bu gullar fason bor ekan qiyinroq bunda. aka, o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Ichkarilarni ko'rsak, ichkarida ham o'zi birdan tushunsa bo'ladi o'zi. Zo'r chiqibdi mana shu lekin bor. Xudo chiqibdi mana ustalar. Hali ish davom etyapti shunga. Xo'rmiz. Yaxshimisizlar? Holman shunday fasonga bo'lgan ekan. Yaqinlashib ko'rsatamiz. Xullas aziz do'stlar, mana qo'limizdan kelgancha ko'rsatdik. Endi videoga qanchalik ko'rinyapti? O'zlaringiz ko'z bilan ko'rganda chiroyli chiqqan. Usta mana hammasiga garantiya javob deyapti. Materialni ustani o'zi olib boradi. Kimdir aytishi mumkin, material olib beraman. Yo'q, u usta materialni olib borsam deyapti. O'zim garantiyasini beraman. 10-15 yil deyapti, ha? Shunday aka, 10-15 yil garantiya beramiz aka. Hammasi daxla bilan. Raqamdan oppoq ko'rinyapti. Ham chiroyli chiqib juda ham. Neyse, yo'q joylarni ko'rsatdi. Butun respublika bo'yicha telefon qilaverasizlar. Muammo bo'lmaydi. Usta shunday boradi.
Shunga $10. Eng qimmati necha pulgacha bor buni? Endi buni eng qimmati $12, $13gacha borda. Bu 3D g'ishtcha fasonlari bo'ladi, 3D rombekcha fasonlari bo'ladi. Ular qimmatroq. Bo'ladi. Endi u fasonlarni hozir endi videoda ko'rsatish mumkin, hozir gapirib qo'ldan kelgancha tushuntiraman. Endi kirpich обычный g'isht bo'ladi-yu, uni har bittasi 3D formatda bo'yaladi-da. Shunga ular qimmatroq bo'ladi. Ana ishi ko'proq. Shunday. Xo'sh, xizmatlar bo'lsa, akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Imonni aytib o'tdik, kiraversin. Keyin mana kafil terishlar, burchakka bo'lsa, menga ustalar bor. Bor aka, Menga pul beradi. hammasiga ustalar bor. Video shu joyga yakunlaymiz. Bo'ladi. Qisqaroq qilamiz, nima kerak? 2 soat cho'zib to'g'rimi? Shunday, Sog' bo'lasiz, omon bo'lasiz. Sog'lik xizmatlar bo'lsa, biz bilan Qashqadaryoga ketamiz. Sog' bo'ling. Mayli, yaxshi.